O'zbek kripto segmentida deyarli hamma taniydigan bir inson bor. Kimdir uni Abdurahmon kripto deb bilsa, yana kimdir mining bilan shug'ullanuvchi tadbirkor sifatida taniydi. Yana kimlardir esa trading haqida ochiq gapiradigan, o'z hamjamiyatidagi yoshlarni ruhlantirib, kerak bo'lsa, shu yoshlarga millionlab dollar sarmoya bergan kam sonli liderlardan deb qaraydi. Lekin bu yerda savol boshqacha. Qanday qilib O'zbekistondan chiqqan oddiy bir yigit bozor kapitali 400 million dollarlik marrani zabt etgan global kripto loyihaning asoschilaridan biriga aylandi? Bu savol bugun bizni qiziqtirdi. To'g'rida, global miqyosdagi real infratuzilma bilan ishlaydigan kripto loyihaning asoschilaridan biri o'zimizdan ekani e'tiborni tortgulik masala. Bu loyiha Pinlink va uning asoschilaridan biri Abdurahmon Ruhullayev. Abdurahmon Ruhullayevni ko'pchilik kripto mining orqali taniydi. Data markazlar, energiya sektori, uskunalar uning asosiy faoliyat maydoni sifatida qaraladi. Lekin Pinlink bu yerda boshqa manzarani ochib beradi. Bu yerda gap real infratuzilmani tokenlash, global investorlar bilan ishlash, DePin va RWA kabi murakkab yo'nalishlarni birlashtirish haqida ketyapti. Shu sabab biz InvestRadarda bu loyihani tanladik. Bugun biz Pinlink nimani hal qilayotgani, u qanday ishlashini, tokeni qayerda savdo qilinishi, jamoasi kimlardan iboratligini va nega bu loyiha global miqyosda e'tibor tortayotganini grafiklarni bir chetga surib, faktlar asosida ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Bu InvestRadar va bugun radarlarimiz ostida Pinlink hamda uning asoschilaridan biri bo'lgan Abdurahmon Ruhullayevning ko'pchilik bilmagan qirrasi bo'ladi. Pinlinkni tushunish uchun kripto terminlarni yodlash shart emas. Oddiy misol bilan tushuntiraman. Bugun AI, cloud va data processing degan so'zlarni ko'p eshityapmiz. Bularning hammasi oxir-oqibat bitta narsaga borib taqaladi. Hisoblash quvvati. Serverlar, GPUlar, data markazlar. Muammo shundaki, bu infratuzilma oddiy investor uchun yopiq klub. Juda qimmat, katta texnik tajriba kerak va asosan yirik kompaniyalar nazoratida. Pinlink mana shu joyda chiqib keladi. Loyiha g'oyasi sodda qilib aytganda shunaqa. Real infratuzilmani bo'laklab, uni token orqali investorlarga yaqinlashtirish. Investor server sotib oldim demaydi. U infratuzilmaning bir ulushiga egalik qiladi degan model. Bu DePin, fizik infratuzilma tarmog'i va RWA, real aktivlarni tokenlash kesishgan nuqta. Va yana bir detal, Pinlinkka oid ochiq ma'lumotlarda kompaniya Panamada ro'yxatdan o'tgani ko'rsatilgan. Bu ham kripto loyihalar uchun odatiy amaliyot. Global yuridiksiya, xalqaro operatsiya va huquqiy adaptatsiya uchun muhim. Siz u bizga tanish nom Abdurahmon Ruhullayev esa loyiha egasi sifatida qayd etilganiga e'tibor bering. Keyinroq uning loyihadagi roliga yana batafsilroq to'xtalamiz. Hozir esa diqqatingizni nega aynan bunday loyiha degan savolga qaratmoqchiman. Bilasiz, AI ga talab oshgandan oshdi. GPUlar tanqis bo'lib qoldi. Data markazlariga sarmoya oqimi kuchaydi. Shu bilan birga kripto ham evolyutsiya qilyapti. Mem token davridan ko'ra endi ko'proq real foydalanishga qarab ketyapti. Investorlar nima ishlayapti degan savolni ko'proq bera boshladi. Pinlink aynan shu iki trend AI infratuzilmasi va kriptoning real segmentga yurishi kesishgan nuqtada turibdi. Endi raqamlarga o'tamiz, chunki tahlil ularsiz bo'lmaydi. Pinlink ekotizimining markazida Pin tokeni turadi. U platformaga kirish, aktivlar bilan ishlash, ulushlarni boshqarish kabi jarayonlarda ishlatiladi. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, maksimal supply, ya'ni maksimal ta'minot 100 million pin. Muomaladagi ta'minot esa taxminan 88 million pin. Va qiziq tomoni shundaki, Pinlink savdo tarixida, ya'ni pik vaqtida kunlik savdo aylanmasi 5 million dollarlik marradan ham oshgan. Endi eng praktik savol. Pin qayerda savdo qilinadi? Pin bugun bir nechta markazlashgan birjalarda mavjud va asosiy juftlik odatda Pin USDT. Asosiy CX'lar, MEX eng katta likvidlik ko'pincha shu yerda jamlanadi. KuCoin, altcoin auditoriyasi kuchli bo'lgan platforma. Binex copy trading va retail oqimi orqali yaxshigina talabni vujudga keltiradi. Shuningdek, DEX tomoni ham bor. Pin ERC20 bo'lgani sabab Uniswap orqali savdo qilinadi. Bu degani token faqat birjalarga qamalib qolmagan. Investor istasa to'g'ridan-to'g'ri walletdan swap qiladi. Pin ERC20 token bo'lgani uchun deyarli barcha mashhur Ethereum walletlari bilan mos keladi. MetaMask, Trust Wallet, Rabbi, Ledger, Trezor texnik cheklovi yo'q. Bu ham investor uchun qulaylik. Kripto ishqibozlari eng ko'p qaraydigan indikatorlardan biri on-chain is. Pin kontrakti ochiq. Holderlar bor, tranzaksiya bor, ya'ni token blockchainda yashayapti.
Va yana bir muhim detal, Pinlinkning smart kontraktlari bo'yicha audit izi bor. Ochiq manbalarda loyiha bu sanoatda eng mashhur auditorlar Hacken va Hashlog kabilar bilan ishlagani qayd etilgan. Siz ham qayd qilib qo'ying, boshqa loyiha tahlillarida sizga ham kerak bo'ladi. Bunday detal, ya'ni loyiha texnik xavflarni nazoratga olgani va auditni e'tiborsiz qoldirmagani muhim signal. Jamoa, bilasiz, loyiha tahlilida eng muhim savol buning ortida kimlar turibdi? Pinlink jamoasini rasmiy saytida ochiq ko'rsatadi. O'zbek auditoriyasi Abdurahmon Kripto nomi bilan juda yaxshi taniydigan shaxs Abdurahmon Ruhullayev. Aynan shuning uchun bu epizod bizga qiziq. Siz influencer motivator sifatida tanigan shaxs qanday qilib global infratuzilma konsepti loyihasining ichida paydo bo'lib qoldi? Mana shu savol ortidan boramiz. U loyihada energetika, mining yo'nalishidagi asosiy tajriba sifatida ko'rsatiladi. Ya'ni u Pinlinkda real infratuzilmaning eng muhim qismini tushunadigan figura sifatida gavdalanadi. Elektr, barqaror energiya, operatsion xarajatlar, logistika, kriptoda ko'p loyiha aynan mana shu joyda yiqiladi. Ko'pchilik uni mining bilan taniydi, lekin Pinlink kontekstida u boshqa rolga kiradi. Endi jamoaning boshqa a'zolariga kelsak, texnik arxitektura bo'yicha mas'ul Lukas Orlovskiy. U avval Engine'da vitse-prezident bo'lib ishlagan. Bundan oldin Intel Data Center'da, shuningdek MIT tomonidan top innovator sifatida tan olingan. Bu Pinlinkning texnik poydevori qog'ozda emasligini ko'rsatadi. Bu odam enterprise darajasidagi tizimlar nima ekanini biladi. Operatsion boshqaruvga kelsak, Talal Alimin. Uning tajribasi real biznes operatsiyalaridan keladi. Bozor bilan ishlash, jarayonlarni yo'lga qo'yish, masshtablash, Depin modelida bu juda muhim. Chunki infrastruktura degani faqat kod emas, doimiy ishlaydigan tizim. Marketing va bozor Jordan O'Neil. Web3 marketing, fundraising va communityni o'stirish bo'yicha tajribaga ega mutaxassis. Disney, MTV kabi gigant brendlar bilan ishlagan mutaxassis. Yaxshi bilamiz, bu turdagi loyihalarda marketing shunchaki post qo'yish emas, balki investor ishonchini, hamkorlarni va brend pozitsiyasini ushlab turish. Blockchain engineering, Fasih Khadir, Solidity, DeFi va cross-chain bo'yicha tajribali mutaxassis ekani ko'rsatiladi. Bu Pinlinkning smart kontrakt va token mexanizmlarini oddiy qilib qo'ya qolishmaganini anglatadi. Advisor sifatida esa Greg Ivanov Google'da 12 yil davomida mahsulot strategiyasi va biznes rivojlanishida ishlagan. Bunday background ko'pincha loyiha faqat kripto ichida aylanib qolmaslik, global produkt ruhini olib kirish uchun kerak bo'ladi. Qisqasi, jamoa tarkibiga qarasangiz, Pinlink faqat token emas, infratuzilma logikasini jiddiy ko'rishini anglaysiz. Kripto loyihasida yana bir indikator, ijtimoiy signal bor. Pinlinkning Twitter sahifasida loyiha yo'nalishi bo'yicha update'lar, roadmap, Depin va RWA mavzulari muntazam yuritiladi. Bu ham loyiha o'zini g'oyib bo'lib ketadigan token sifatida emas, davomli ekotizim sifatida pozitsiyalaganini ko'rsatadi. Albatta, savollar bor. Biz ularni yashirmaymiz. Real aktivlar marketplace'da qanchalik tez ko'payadi? Token qiymati real foydalanishga qanchalik bog'lanadi? Infratuzilma masshtablasha oladimi? Bu savollar normal. Muhimi, bularning javobi faqat vaqt bilan ochib boriladi. Jamoa ochiq, audit bor, konsept ham real muammoga qaratilgan. Mana endi rasmiy ma'lumotlar bilan tahlil qilingan ushbu materialda nima uchun Abdurahmon Kripto, ya'ni Abdurahmon Ruhullayev O'zbekistondagi eng yirik kripto investor deya aytilishini aniqlab oldik. Bu Investradarning birinchi epizodi edi. Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi epizodda qaysi kripto loyiha yoki kompaniyani ochib berishimizni istaysiz. Hozircha esa keyingi epizodlarda ko'rishguncha xayr.